orqada o'tirgan odam mana shu panel boshqaruvi orqali hammasini qarang, boshqarib o'tirsa bo'ladi. Lyuk yopilib ochilishini qarang. BYD Hanni jigar eng fulli, ya'ni ikkita motorligi. Hozir $50,000 beraman, ikkita motorligini yangisini topib ber desam, hech kim topib bera olmaydi. Chunki yangisi chiqmayapti. 2024-yil, ya'ni BYD Hanni eng oxirgi versiyasi. Birinchi maydan keyin notariusga tayyor mashinalar va poligonga borishi 2 oy kutish kerak bo'lgan mashinalar degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Bu tayyor notariusga 3.9 sekundligi. Bilasiz, BYD ham oxirgi kunlarda operativniy mashinalar hisoblanib qoldi. Eng zodagon davlatning katta odamlari ham BYD hamda yurishibdi. Mashina absolyutno top-toza, sodalashdi. 32,200 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Срочныйga berilyapti. Bo'lmasa-ku bu mashinalar hozir otliqda ham yo'q. 27,600 probegi. Mana qarang, torpedkalari yonadi, освещениялар вообще chiroyli ishlangan bu mashina. Biznes klass mashina hisoblanadi. Bilasiz, like bosib qo'ymaysiz jigar. Oxirgi kunlar bilyapsiz, bizga telefon qilib kelgan mashinalarni mana shu bozori pavilyonida olamiz. Chunki освещенияsi, atmosferasi kattaligi bizga rosa ham qulay bo'ladi. Har kuni soat 9 da kech payt 21:00 da primo efir bo'ladi. Bozor profilida auksion orqali mashinalarni sotib olsangiz bo'ladi. Sotmoqchi bo'lsangiz ham bozorda sotib ketsangiz bo'ladi jigar.